Bu xamirni uzoqdan ko'rgan buvam kipriklari unning ichiga to'kilib ketibdi deb o'ylabdilar. Aslida bu judayam mazzali xamir. Zeleli xamirdan qarsillagan patir retsepti. Avvaliga kichkina elakdan ko'p unni o'tkazamiz. O'zbekcha nomini bilmadim. Ukropni maydalab to'g'rab unning ichiga qo'shib yaxshilab aralashtiramiz. Bitta massa holatida tuzli suvni esa unga qo'shib xamir qoramiz. Xamirni 15 daqiqa tindirib, bitta mushtlab qo'yamiz. Bu yanada silliq xamirni garovidir desam, hazillashdim albatta. Avvaliga mushtlarimiz yordamida xamirni ochib, keyin uxlovga o'raymiz va yupqa qilib yoyib olamiz. Eritilgan sariyog'ni xamir ichiga yaxshilab surtib olamiz. Keyin esa uxlovga zich qilib o'rab chiqasiz. O'ralgan xamirni kesib, uni yana ikkiga bo'lasiz. Diqqat bilan qarang. Xamirni qo'lingizga o'rab buklaysiz. Xuddi shunaqa narsa hosil bo'ladi. Varroqlari pishmasidanoq ajralib turibdi. Ana endi buni 220 gradusga yoki bo'lmasam baland olovga, gazga ustiga tuxum surtib jo'natamiz. Qarsilama patir tayyor.